nimalarni qildi? Muhimi qandaq bastırdı Uyg'urlarni. Masalan, iqtisod sohasida nimalarni qildi? Yetkab ketilgan boylik zodi qanchalik, xomnafat qanchalik, tabiiy gaz qanchalik, oshlik qanchalik, shundaq moddiy buyumlar yana qanchalik. O'sha voqealarni biladiganligingizga ishonamiz, Govingoy apandi. Boshqalar biz buni anglab qolaylik. Ko'zimiz ochiq vaqtda anglab qolaylik. Kimdir birisining bizga xayr-xolik qilib, o'ttirg'i chiqib bu masalalar nima gap deb savol qo'ydiganligiga ancha ishonmaydigan darajaga kelib qoldik, hurmatli Govingoy apandi. Lekin shundaq bo'lsa-mu, xalqaroda oq ko'ngil kishilar, oq niyatli kishilarning hammasi bu materiallardan Uyg'urlarga Xitoy qandaq hukmronlik qildi va qandaq hukmronlik qilyapti. Uyg'urlarni qandaq o'ltiryapti. Shu to'g'rida bosh qilishingizni, material bosh qilishingizni umid qilamiz, Govingoy apandi. Men shaxsan sizni qo'llayman. Sizning kelib chiqishingiz va orqa ko'rinishingiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar, men shaxsan sizni qo'llayman. Sizni himoya qilaman, Govingoy apandi. Siz davomli qoldi. Uyg'urlarning qanday qismatlarga duchor bo'lganligingizni bosh qilishingizni umid qilaman. Vatandoshlarga aytadiganimiz, Xudo xolisi kelar qatimliq leksiyamizda Amerikada nashr qilinadigan nayta davomli gazetlarning biri Volkochisi. Volkochisi gazetida e'lon qilingan Govingoy to'g'risidagi maqolani kelar qatimliq leksiyamizda vatandoshlarga tanishtiramiz va vatandoshlarning ixtiyoriga topshiramiz. Rahmat sizlarga vatandoshlar.